Assalomu alaykum, hormayli. Demak, ismim Azizar Rahimov, Merit maktablari o'quv markazlari asoschilaridan biriman. Bugun bizani jamoamiz talabiga ko'ra jamoadagi bo'layotgan muammolar, professional muammolar asosan, shaxsiy muammolar, qayerda nima o'rganish mumkin, qilayotgan xatolar, maslahatlar bo'yicha video seriyalar boshladik. Ya'ni komandamizni va undan tashqari bu boshqa odamlarni ham demak qiynayapti. Muammolar bor, shaxsiy o'ziga tegishli bo'lgan o'sish nuqtalari bor va shularni savol ko'rinishida berishgan. Shularga bitta yechimlar berishdi. Boshlaymiz. Bugungi birinchi mavzuyimiz, savolimiz sindrom samozvanца. Ya'ni o'zbekchasini men yaxshi bilmayman, lekin taxminan firibgarlik sindromi bo'ladi. Ya'ni odam o'zini o'zi firibgardek his qilishi, ishini to'liq qilmayotgandek, ishiga arzimaydigandek, balkim noloyiqdek, olayotgan puliga noloyiqdek his qilishi o'zini professional ekspert deb bilmasligi. Mana shuni qanaqa yengish mumkin? Yengish kerakmi degan narsa o'zi. Va qachon odam o'zini bir professionalman deb ayta oladi? Qachon men o'zim ekspertman deb ayta oladi? Mana shu haqda gaplashamiz. O'zi sindrom samozvanца, impostor sindrom. Bu sindrom keng tarqalgan. Ayniqsa raqobatdosh muhitda katta bo'lgan, shunaqa muhitda o'qigan bolalar bo'ladi, juda ko'p rivojlangan bo'ladi, o'ziga talabchan bo'ladi bunaqa insonlar va qoniqmaydi o'zidan, doim nimadir bilmaydigan joylar ko'raveradi o'ziga. Shunaqa muhitda katta bo'lgan odamlarda bo'ladi va ikkinchisi bu juda ko'p odamlarda bo'ladi, sabab biz tashqarida boshqa odamlarni ko'rinishini ko'ramiz. Ularni maqtangan narsasini bilamiz. Men mana bunaqa ish qildim, men buncha pul topdim, men joyi ochdim, men buncha xodimim bor deb maqtangan holatlarini ko'ramiz. Qiynalayotgan paytda odamlar uncha gapirmaydi. Qiynalishdan o'tib olgandan keyin biz pirojki yeb, podolda yotib yurganmiz deb aytish mumkin, lekin o'sha paytda o'zida aytmaydi. Chunki social acceptance degan narsa bor, ya'ni odamlar boshqa odamlar tomonidan yoqtirilishni xohlaydi. Odamlar ularni yoqtirishini xohlaydi. O'shaning uchun ham chiroyli kiyinadi, yolg'on gapirishi mumkin yoki umuman Instagramga rasmlar qo'yishadi. Chunki boshqa odamlarga biz yoqishni xohlaymiz. Aynan shu tufayli ham boshqa odamlar yaxshi taraflarini gapiradi. Bu yolg'on emas, shunchaki yomonini bekitib, yaxshisini gapirish. Siz atrofdan kelayotgan odamlarni yaxshi tomonlarini ko'ryapsizda, ularni yutuqlarini eshityapsiz va yutuqlarini ko'ryapsiz, lekin o'zingizni kamchiliklaringizni, o'zingizni gunohlaringizni, o'zingizni qilmagan ishlaringizni, xatolaringizni hammasini bilasiz. O'z-o'zidan noloyiq deb bilasiz. Misol, deylik, yoningizdagi hamkasbingizni hamma zo'r tarafini ko'rasiz, chunki shuni ko'rsatadi u. Lekin o'zingizni o'ylayotgan narsangiz, o'tmishingiz hammasini bilasiz. Natijada nima bo'ladi? Buni yaxshi tarafi bor. Yaxshi tarafi o'z ustingizda ishlaysiz. Odam o'z ustida ishlaydi, o'rganadi. Men hali tayyor emasman, yana o'qishim kerak, yana o'rganishim kerak deb ko'p ustida ishlashga borishi mumkin. Yomon tarafi ham bor. Yomon tarafi risk olmaydi. Ya'ni yangi proyektlar, biznes boshlab ko'rmaydi. Yangi dasturlarga men proyekt bo'laman, men kiraman, shuni men qilaman demaydi. Menejerning oldiga kelib turib, mana shu vazifani menga topshiring deya olmaydi. Yoki mas'uliyat ola olmaydi, yoki kirib turib oyligini oshirib berishini so'ramasligi mumkin. Chunki o'zini noloyiq deb biladi. Va shuni oqibatida jabr ko'radi. Ya'ni qanaqa karyerasi o'smaydi, biznes boshlamaydi, yangi do'stlar orttirmaydi. Bu o'z-o'zidan, ya'ni anaqada surilib qoladi, chunki o'ziga ishonmaydi odam. Xo'p, bu minuslari juda ko'p. Endi buning uchun odam o'ziga ishonish kerak. Ko'proq ishoning, siz qila olasiz, siz eng zo'rsiz, siz 100 milliondan bitta odamsiz deyish bilan ish bitmaydi. Bu soxta motivatsiyaga borishi mumkin va o'ziga ishonchi voqelik bo'lsa, ya'ni realniy baholash bo'lish bo'lsa, o'shandan ko'p berib yuborishi mumkin odam. Tasavvur qilsangiz, shu 30 kilolik yuk ko'tara oladigan odam ozgina energiya olib, muzika eshitib, "Men ko'tara olasan, sen qila olasan, sen odamsan" deb eshitgandan keyin 50 kilo ko'tarishga harakat qilishi mumkin. Belini sindirib qo'yadi. Xuddi shunaqa ortiqcha motivatsiya, o'ziga bo'lgan ortiqcha ishonch noto'g'ri risklarga olib boradi. Qo'shimcha risk qilib olishi mumkin odam. Shuning uchun bizga adekvat baholanish kerak. Ya'ni voqelikda qanaqa bo'lsa bizning darajamiz, bilim darajamiz, tajribamiz xuddi o'shancha bahola olishimiz kerak. Buning uchun 3 ta usul bor. Birinchi usul bu tashqaridan baho olish. Biz o'zimiz haqimizdagi fikrimiz emas, balkim tashqaridagi odamlarni bizga bo'lgan bizani ekspertligimiz, bizani professionalligimiz, bizani kasbimiz haqidagi fikrini olishimiz kerak bo'ladi. Buni ikkita yo'li bor. Tashqaridan fikr olishi. Birinchisi so'rash. Ya'ni borib turib kollegalardan so'raysiz. Rostdan ham men haqimda
nima yaxshi tomonlarimni bilasiz. Buni ochiq so'rash kerak. Nimam kuchli mani? Nega buni so'rayapsan mendan desa, men yana ham kuchaytirmoqchiman shu narsani. Yana ham yaxshi bo'lmoqchiman. Nimam kuchli? Yeting. Yetadi. Mas'uliyatlisiz, fikrlashingiz to'g'ri, kreativsiz, vaqtida bajarasiz. Misol, aytishim mumkin. Bu menejerdan so'rash kerak asosan. O'zini menejeridan yoki o'sha partneri bo'lsa, partneridan so'rash kerak. Ikkinchisi, bu yerda yana bitta tarafi bor. Biri to'lasi shu yerda kritikani ham so'rab ketsa bo'ladi o'zi haqida. Ya'ni tanqid, menni tanqid qiling, meni kamchiligimni ayting desa, hech kim aytmaydi, to'g'ridan to'g'ri. Baribir odamlar bir-biriga yoqish xohlaydi, o'shaning uchun ham tanqid to'g'ridan to'g'ri aytilmaydi. Tanqid so'rash uchun odam taklif so'rash kerak. Ya'ni menga nima taklifingiz bor? Nimani men yaxshiroq qila olaman desangiz, birato'lasi tanqiddan olasiz. Bu ham o'sishga kerak. Demak, o'zi haqidagi tashqaridan fikr olishning ikkinchi yo'li, ayniqsa professional ko'nikmalariga bu boshqa joyga intervyuga borish. Ya'ni boshqa ishxonada ishlab yuribsiz, masalan, Meritda ishlayapsiz, oyligingiz yaxshi, komandangiz yaxshi, zo'r, lekin boshqa intervyularga boring. O'shanda boshqa bir har xil 5-6 ta, 10 ta, 20 ta joyga intervyuga borganingizdan keyin sizga tashqaridan boshqa odamlar real baho beradi va bu baho iqtisodiy asoslangan bo'ladi. Ya'ni odamlar sen zo'rsan deydi. Endi zo'rsan degandan keyin javob berish kerak unga. Ya'ni zo'rsan degandan keyin zo'rni oyligini berish kerak. Ya'ni samimiy aytadi. Yo'q, siz uncha emassiz deydi. Lekin unga kadr kerak-ku. Uncha emassiz kerak deb ketkazib yuborish ham bo'lmaydi. Demak, uncha emassiz deyaptim, o'shanga yarasha oliy taklif qiladi yoki olmaydi. Yoki ya'ni sizni intervyuga olayotgan odam, mana biz ham intervyu qilamiz, adekvat baho berishga harakat qilamiz. Chunki yerga urib olsak, u bizga minus, demak hech narsa bilmaydigan odamni o'rar ekanmiz-da biz, bu kompaniya o'rar ekanda. Lekin yuqori baho bersangiz, yuqori olib berishingiz kerak. Demak, realnostga teng baholaysiz, ya'ni adekvat baholashingiz kerak bo'ladi. Intervyularga borish. Xo'p, bu ham yaxshi yordam beradi. O'ziga bo'lgan aniq bahoni bilib oladi odam. Xo'p, bu professional birinchi yo'li haqida gaplashdik. Demak, professional skill deymiz, ko'nikmalarni o'zi haqidagi adekvat bahosini bilish. Ikkinchi yo'li bu bizada self reflection degan narsa bor odamning o'zida, ya'ni o'zini o'zi tahlil qilish. Va tahlil qilishda tablitsa bor. Shu tablitsani men hozir ko'rsataman. Demak, bu tablitsada 4 ta joy bo'lishi kerak, mana ko'rinib turgandek. Birinchisi, siz qilayotgan ishlaringizni, qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni yozib yurishingiz kerak. Bu the job, ish. Demak, birinchi stolbikda, birinchi ustunda ish turadi. Ikkinchi ishda nima ish qilinishi kerak? Misol uchun biz bu yerda hozir birinchisida yozibmiz, maktab qurilishini bitirish. 3 oyda bitirish misol uchun, bu ish. Ikkinchisi, endi shu ishni qilishdan oldin kutilmangizni yozasiz. Nima kutasiz? Misol uchun men yozdim, bitiraman, 3 oyda bitiraman. Xarajat men hisoblagandek bo'ladi, o'shandan oshib ketmaydi va 2 hafta kech qolishi mumkin. Har xil voqealar bo'lib. Siz nima kutdingiz? Kutilmangizni yozib qo'yasiz. Bu turadi bu narsa. 3 oylar, 5 oylar, 1 yillab turish kerak. Va rezultat bo'ldi, shu ish bitdi, tugadi. Tugagandan keyin yozasiz. Aslida qanaqa bo'ldi? Aslida 1 oy kech qoldim, 2 hafta emas. Xarajat 22% ga ko'p bo'ldi. Ya'ni men kutgandek chiqmadi, smeta, analiz ko'p bo'ldi. Endi sababini yozasiz. Nimaga 2 barobar kechikib ketdi? Nima uchun xarajat ko'p bo'ldi? Birinchisi, men demak hisob-kitobda bozordagi narx o'zgarishini yoki mijozlarning xohishini o'zgarishini hisobga olmadim, endi bu yerda yozilmagan, yoki quruvchilar bilan maslahatlashmadim. Ya'ni shu maktab qurib yurgan odamlar bilan maslahatlashmadim, o'shaning uchun xato qildim. Bu yerda yana boshqa misol yozish mumkin. Misol ish. Deylik, siz o'zi deylik impostor sindromi sizni blog boshlashdan yoki YouTube'ga yoki TikTok'ga yoki Instagram'ga video qo'yishdan to'syapti. Men hali loyiq emasman. Men hali deylik tayyor emasman. Meni nimaga eshitish kerak odamlar deb o'ylayapsiz. Bu narsani rostakasizmi? Ekspert emasligingiz yoki bu narsa impostor sindromimi, firibgarlik sindromimi bilib olmoqchisiz. Bo'ldi, давайте tekshiramiz. Demak, birinchisi, sizda Instagram'ga video qo'ymoqchiman. Ish nima qilish? Video qo'yish, yozamiz, video qo'yish. 500 ta prosmotr yig'ish. 500 ta view yig'ish. Va 1000 ta subscriber deylik. 1000 ta subscriber yig'ish 3 oyda. Misol uchun. 3 oydan keyingi videoyingiz 500 ta prosmotr yig'ishini xohlayapsiz, misol.
siz o'zingiz blogermi yo'qmi yoki videoga ishlay olasizmi yo'qmi bilish uchun. Endi video qo'yishni yozdik. Rezultatni mana bu yoqqa kutayotgan rezultatingizni yozdik va 3 oydan keyin deb yozib qo'ydik mana. 3 oydan keyin. Endi 3 oy o'tdi. Videolar qo'ydingiz, rasmlar chiqardingiz, podpischiklar qildingiz. Rezultat nima bo'ldi desangiz, 700 ta view bo'ldi. 2000 ta podpischik yig'dingiz. Uch oyda. Endi sababini yozasiz. Bitta videoyim yaxshi bo'ldi, boshqa bo'ldi, ya'ni natijaga erishdingiz. Demak, boshidan siz o'zingizga baho berayotganingizda to'g'ri baho bergansiz. Ya'ni bu impostor sindromi yo'q. Past baho berib qo'ymayapsiz. Deyarli kutganingizdek chiqyapti. Qaysidir narsa yaxshi o'xshab ketib qolib, kutilgandan ham a'lo bo'ldi. Yoki boshqa narsani yozish mumkin, farqi yo'q. Misol uchun, deylik, mana shu montajni bugun kechga tugataman deb yozasiz. Tugata olmadingiz, 3 kunga cho'zilib ketdi. Sababini yozing. Ya'ni bir kunda tugataman deganingiz, bu sizga o'zingiz ko'proq baho beraverganingizda asli. Ya'ni muammo faqat kam baho berib qo'yishda emas, ko'proq ham baho berib qo'yishda. Mana shunaqa ishlar yig'ilib boradi-da, 100 ta 200 ta cho'zilib ketadi, pastigacha mana cho'zilib ketadi-da. Va sizda o'zingizni qobiliyatlaringizni baholash haqida tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni bo'ldi, men qila olarkanman, ulgurarkanman, mana qildim-ku shunchasini degan tushuncha paydo bo'ladi. Bu self reflection instrumenti. Uchinchi instrument, o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalarni spiskasini qilasiz. Mana bu tabletsadagi. Mana bu tabletsadagi o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalar. Misol uchun, birinchi o'rganmoqchi bo'lgan narsangiz, deylik, maqola yozishni o'rganmoqchisiz. Keyingi o'rganmoqchi bo'lgan narsangiz, deylik, mashina haydash bo'lishi mumkin. Yoki keyingi o'rganmoqchi bo'lgan narsangiz, dars o'tish bo'lishi mumkin. Bularni hammasini yozasiz va chislosini yozasiz va yoniga o'rgandimmi, o'rganmadimmi yozib ketasiz. O'rgangan bo'lsangiz, o'rgandim x. Qarang, demak siz biror bitta kasb egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, u yerda o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalarning ro'yxati bor-da, o'zi har doim. Va o'sha ro'yxat masjidga tushadi, o'rganishim kerak bo'lgan narsalar va odam shunaqangiki, biror narsani bilib olgandan keyin uni bilmagan payti esidan chiqib qoladi. Bu fanda curse of knowledge deyiladi. Ya'ni ilm la'nati deyiladi. Biror narsani bilib olganingizdan keyin uni bilmaslik qanaqa bo'lishini bilmaysiz. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, matematikadan ota-onalar bolalariga dars qildira olmaydi. Matematikadan zo'r tushuntirib bera olmaydi. Ular zo'r pedagog emas, biror narsani bilgan odam zo'r pedagog emas. Nimaga? Pedagog u o'sha narsani bilmasligi ham qanaqa bo'lishini tushuntirish kerak. Bolaga aytasiz, 4 × 4 16 tushunarsizmi? 4 marta 4 ni qo'shasan deb aytasiz. Lekin u bola 4 raqamini 4 ga qo'shishni tushunmaydi. Bilib olgan odam uni bilmasligi qanaqaligini esdan chiqarib qo'ygan. Xuddi shunaqa, til biladiganlar ham tilni bilmasligi qanaqaligini esdan chiqarib qo'ygan. Biror narsani bilib olganingizdan keyin shuni bilmagan paytingiz esingizda yo'q. Real. Bu fanda bor, curse of knowledge deyiladi. Aynan shuning uchun ham o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalar spiskasini yozib, ro'yxatini qilib yozib yurish kerak. Chunki bundoq chislosiga qaraysizda, bundoq tipga qaraysizda, men bir paytda shuni bilmagan ekanman deysiz. Misol uchun men o'zim ham videoga gapirishni, kamera bilan ishlashni, yoki maqola yozishni bilmagan paytlarim bo'lganda, chunki men buni o'rganishim kerakligini yozib borganman. O'rgangan va o'rganishim kerak bo'lgan narsani ro'yxati 2000 tadan oshgan taxminan-da. Bu 2000 ta narsa o'rgangansan deb aytsa, kimdir menga ishonmayman, o'sha spiska bo'lmaganda. Chunki o'rgan bo'lganingizdan keyin bu xazon qilib o'rgan ovqatingizga o'xshaydi. Kimdir sizga yeb turib, 20 yoshinggacha bir 20 ta buqani yeb yutib o'rgansan desa, ishonmaysiz-da. Chunki uni bo'laklab yutib o'rgansiz, ya ancha oldin bo'lgan u, lekin so'yib kichkina bo'lak qilib yeb o'rgangan. Xo'p, mana shu 3 ta usul, 3 ta instrument samozvanca, sindrom samozvanca, impostor sindromi yoki firibgarlik sindromini yengishga yordam beradi. Yengganingizdan keyin o'zingizga o'zingiz adekvat baho berishni boshlaysiz, voqelikka mos baho va o'shani bilimingizga yarasha, qilayotgan ishingizga yarasha oylik so'raysiz, challenge olasiz, ya'ni menga qo'shimcha vazifa beringlar deysiz, biznes boshlashingiz mumkin. Yoki hech bo'lmaganda o'zingizga ishonchingiz komil bo'ladi, hatto shu noqulaylik odam o'zini men noloyiqman deb his qilishi. O'sha noqulaylikdan qutulasiz hech bo'lmaganda. O'zi bitta narsa aytishimiz kerak. Biror narsani, biror odam o'zini o'zi ekspert deb o'ylamaydi-da. Misol uchun mutaxassis ekspert, ta'lim bo'yicha ekspert, video bo'yicha ekspert. Hattoki mana odam
5 yil institut o'qib bitirib ekspert bo'lmasligi mumkin. 1 yil ishlab yurib ekspert bo'lishi mumkin. Ekspertlikni nima beradi desa, u diplom emas, u qanaqadir siz o'zingizga o'zingiz yasab olgan narsa emas yoki ekspertlik o'zi biror sohada maksimalniy qilingan xatolar. Ya'ni qancha xatolar ko'p bo'lsa, shuncha odam ekspert bo'ladi. Hozirgi kunda bu o'rtacha, ya'ni 3-4 ta soha bor. Bittasi o'sha aviatsiya, bittasi o'sha harbiylik, bittasi qiyin injiniring turlari bor va meditsina. Mana shu 4 ta sohadan tashqari qolgan hamma sohada tadbirkorlik bormi, media bormi, marketing bormi, muhandislikning hamma sohalari bormi, avto sohasi bormi, juda ko'p sohalarda o'rtacha 4000 soat biror bitta kasbda ongli ravishda ishlash sizni ekspert qiladi. Bu raqamni bilish kerak. 4000 soat degani bu kuniga 6 soat o'rtacha odam ishlaydi. Bu taxminan 1 yil 9-10 oyga, 2 yil deylik, otpuskalar bilan 2 yilga to'g'ri keladi. 2 yil bitta sohada tinmay ishlasangiz, ekspert bo'ldingiz. Endi buni tezlashtirish yo'li ham bor. 12 soat ishlansa 1 yil. 14 soat ishlansa, o'rganilsa, o'qilsa 9 oy. 9 oyda bitta sohada ekspert bo'lsa bo'ladi. Bu sohada o'qituvchi bo'lganlar 9 oyda dizayner bo'lgan bolalar, 9 oyda dasturchi bo'lgan bolalar bor. Kam, lekin bor. 14 soat shug'ullansa bo'ladi. 4000 soatdan keyin u to'xtaydimi? Yo'q. 4000 soatda odatda hamma odatiy xatolar qilib boriladi. Shuning uchun 4000 soat olingan. Ya'ni katta, ya'ni ko'p uchraydigan xatolarni hammasi qilib bo'linadi va odam o'zini o'sha uzki, ya'ni keng sohada yoki keng uzki emas, namorat keng sohada ekspertman, hattobi nima deydi? Beginner emasman desa bo'ladi. Novichok emasman deb aytsa bo'ladi. Xo'p, o'shaning uchun o'sha urgili 4000 soatda va o'zi sindrom o'z-o'zidan yo'qolib ketadi.